Aliye, balalarning telefon o'ynash masalasi sal qarashqa bo'lamdi. Menimcha sal qarashqa bo'lmaydi. Chunki balalar doim telefon o'ynaganda balalarning cho'ng miyasining normal taraqqiyotini to'salg'iga uchirtib, ko'rish quvvatini tez suratda ojizlashtirib yetadi ekan. Shundaqla telefondan chiqqan radiatsiya balalarning normal o'sib yetilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi ekan. Balalarning cho'ng miya aktiv postla qavati g'idiqlash xarakteridagi ko'rinishlarni as saqlash iqtidori yuqori bo'lib, bunda g'idiqlashga doim uchraversa, diqqatini yig'olmaydigan, o'rganishga kirisholmaydigan, uyqusi yaxshi bo'lmaydigan bo'lib qoladi ekan. Balalar doim telefon o'ynaganda til bilan ifodalash iqtidorini chekindirib yetadi ekan. Balaning boshqalar bilan fikr almashtirish iqtidorini to'ltib yetadi ekan. Navada kichik balalar telefon talasa, ba'misa, yig'lasa qanday qilishimiz kerak? Meningcha bu chaqda balaga qoida so'zlabmi yurmang. Yig'lama deb yolvoribmi yurmang. Balaning yenidan ketib qolmang. Ketib qolsangiz, u tarbiya emas, jazo bo'lib qoladi. Undaq qanday qilamiz? Bu vaqtda uni oldin o'ltirib, qong'ichi yig'lavag'in deymiz. Yig'isi to'xtaganda issiq lo'ngi bilan yoshlarini surtib qo'yib, ondan uni yaxshi ko'radiganligimizni bildiramiz. Bu chaqda yana yig'lab yerib ketdingmi deyish orqali o'zining xato ekanligini bildiradigan pozitsiya bilan muomala qilamiz. Bu chaqda bolalar yig'lasimi foydasi yo'qligini tushunib yetadi-da, keyingi qaytim unda qilmaydigan bo'lishi mumkin. Yuqorqi tavsiyalarimiz siz uchun. Inkas rayonida javobingizni kutamiz.